Assalomu alaykum aziz obunachilar. Davlat dangaldan juda ko'pchilik sigir so'ragan edi. Davlat dangal nimaga ko'rinmay qoldi degan. Davlat dangal yangi partiya sigirlari mana chetda tayyor bo'lib yotibdi. Xudo xolasa seshanba kuni Abrorus kanalida va Nurullos kanalida videolar chiqadi. Ungacha sigir olaman degan odamlar bemalol shu nomerlarni qo'yib qo'yaman, aloqaga chiqib kelib ustida ko'rib olganlaring ko'rib olsalaring bo'laveradi. Birinchi qorinlar, asosan birinchi qorin ko'pi. Birinchi qorini ko'p ichida. Ustida kelib ko'rib olinglar. Sigir serob. Bundan tashqari ham sigirlar bor. Mashalloh, bu nima deyapti obunachilar? Molni qaranglar. Gigant, birinchi qoringa solgan tayini qaranglar. Kommentariyaga bittadan mashalloh deb izohlarda yozib qoldirasizlar. Canavar tursin. Ekranga ham sig'mayapti, canavar. Birinchi qorinda chempioni keldi mana, xudo xolasa. Yetuk bo'g'oz canavarimiz. Bo'ylari ham 1.60 dan kam emas, xudo xolasa. Ustida kelib ko'rib olganga yetmaydi. Chista birinchi qorin canavar. Bushovskiy tozasi. Bittadan laklar bosib, kommentariyaga fikrlaringni bildiraverasizlar. Pastga qo'yib qo'ygan nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Mashalloh. Bismillah. Mana aziz obunachilar, egizak sigir so'raganlar, egizchi sigir so'raganlarga mana sigirimiz egiz tug'di, xudo xolasa. Biri novoz, biri xonajon. Radnoy bolalari. O'zi birinchi qoringa ko'chak. Mana bormidi qiziqqanlar. Ikkalasi ham semental tushgan bolalar. Egizchi sigirimiz. Mana jana. O'zi toza rossiyskiy mol. Bollari semental tushgan. Bittadan kommentariyaga fikrlar bildirib, laykni bosib, sigir ishqibozlariga jo'natib qo'yamiz. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.